Alhamdulillah yarim finalga chiqdik. Xudo xolasa ijroyli nima deydi, jangimiz yaxshi o'tdi deb o'ylayman. Xudo xolasa bu 3-jangim bo'ldi. Ertangi yarim finalga ko'tarilamiz. Hamma yurtdoshlarimizga, boksyorlarga, mendan chiqadigan hozir o'rtoqlarimga omad tilaymiz. Xudo xolasa hammamiz chempion bo'lib, vatanimizga yorug' yuz bilan, oltin medallar bilan qaytamiz. Tribunalarda ko'rib bosim bo'ldi. Qozog'istonlik burada o'tirgan ko'p muxlislar endi baribir o'zinikiga yon bosadi. Albatta. Lekin u yerda haqoratlar ham bo'ldi. Siz tomonga emas, boshqalarga e'tiroz ham bo'ldi, lekin siz buni eshitdingiz. Menimcha bu baribir ta'sir qiladi sizga. Men to'g'risi ring ishlayotgan paytim faqat murabbiylarimni eshitaman. Asosan ularga e'tibor bermaymiz. It xuradi, karvon o'tadi. Biz oldimizda maqsadimiz bor. Shunga qarab intilamiz. Unaqa mayda gaplarga nima qilmaydi, ahamiyat bermaymiz. Yana ringda shu orada bitta qanaqadir gap